ota-ona albatta bilishi kerak kirib. Lekin ko'pincha qiziqmayapman deganda bu o'shdagi aura bo'lishi mumkin. Ayniqsa agar bu katta yoshli bolalar bo'lsa, podrostklar bo'lsa, bolalar uchun atrofdagilar juda muhim. Misol uchun kattaroqlarga, ya'ni adult deydi, 20 dan oshganlarga o'sha bu qiziq emas, atrofdagilar qiziq emas, kim bilan o'qishi asosiy info bo'lib qoladi. Lekin kichkintoylarga atrofdagilar networking juda ham muhim bo'ladi. O'shanda qiziqmayapman desa, ota-onalarga men tavsiya bergan bo'lardim darsga kelishi. Chunki sizning niyatingiz, maqsadingiz farzandingizga yaxshi bilim berish. Va bola nimaga qiziqmayapti? Yoningizda bo'lsa, u markaz masalan yoki bog'cha yoki maktab. Maktab, bog'cha, markazlarda o'zi kameralar bo'ladi. Kameraga dostуп so'rasanglar beradi bu narsani. Masalan, bu o'zini hurmat qilgan joy beradi. O'zini ko'rsatish uchun, dokazat qilish uchun shu darslar qo'rqmaydigani beradi. Ko'ring, eng yaxshisi kelib ko'rish kerak. Darsda o'tirish kerak. Yur bolam, men ham o'tiraman bugun, agar rostdan ham qiziqarsiz bo'lsa, boshqa joy qidiramiz. Chunki lokatsiya ko'pincha ota-ona nimaga tanlaydi? U o'sha aytaylik, narxiga qarab, lokatsiyasiga qarab, qulayligiga qarab, ayniqsa безопасность yo'ldan o'tadimi, o'tmaydimi bolada, shularga qaraydi yoki sinfdoshlari yoki kimdir rekomendatsiya berdi. Shularni hisobga olib, ya'ni katta взрослый psixika bilan o'shuni tanlagan bo'ladi. Endi farzandi menga yoqmayapti deganda, o'sha tanlagan inson baribir ham kelib ko'rish kerak. Nimadir bo'lyaptimi? Ko'p holatlarda o'sha aytganimdek, qaysidir bola bilan yoki chiqish olmayotgan bo'ladi yoki o'sha maktabda birga o'qigan va unga yoqmaydigan bola ham shu gruppada o'qiyotgan bo'ladi. Bu narsani aniqlashtirganimizdan keyin ko'pincha ota-ona o'zi ham aytadi, "Ana bola shu yerda ekan, bular chiqish olmaydi" deydi masalan. Biz uni sraz boshqa gruppaga olamiz.